Kellaring, mana shu bir qator bo'lib turlaring askarlarga o'xshab. Havoli birdaniga sovib ketganiga men sizlarga zo'r komplektli qilib qo'ydim. 3 xil kattaligi, bir xil detski. Termobilyo'li kelgan do'konimizga nachosli nachossiz. Bu nachossiz varianti. Buni qora rangi ham bor. Mana usti, mana bu tegi. Bu kam rezinkasini ko'rsatgan. Razmerlari 4 yosh boladan 18 yosh bolagacha detskisi. Mana zroslisi yeng kalta formaga nachossiz qora rangli varianti. Buni oq rangi ham bor. Nachoslisida faqat qora rang bo'ladi. Bu uji ketdi. Razmeri kattaligicha bor. Mana tegini ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli chiqdi. Maza qilib o'ynaysizlar, ustingizda yo'q deb turadi. Xohlasanglar bunaqa yangi uzun formaga komplekt qilib qo'yganmiz. Nachosli varianti. Mana tek tarafi, mana usti. Juda ham zo'r. Orqasini shunday o'girgan ekan. Orqasida rezinkalari bor, mana ko'rasizlar. Ustingizda yo'q deb turadi. Xohlasanglar bunaqa olimpika varianti, tepa past dvoyka, narxi 195 mingdan buni. Buni bilasizlar, formamizning narxi 100 ming so'm, termobilyo 180 ming komplekt. Xohlasanglar buni addenda lasina o'zini olsanglar bo'ladi. Mana bunaqa yeng kelgan formalarimizni komplekt qilib ustiga lasina kiymaysizlar, tegini o'ziga kiyib olasizlar, maza qilmaysizlar. Kimga shunaqa komplektli kerak bo'lsa, Elite Sportda sizlarni kutamiz. Qaysi biri sizlarga yoqdi? Kommentariyga yozib qoldiringlar. Hammaga rahmat.